Hammaga salom. Bu videoni ustidan bilganingizdek Nexia'ni oyna ko'tarayotganda elektronni qilamiz. Mana oddiy Nexia birinchi chiqqani. Buni Nexia 2ni apshikalarni torpedasini ham qo'ymoqchiman. Buni ochishni hamma bilsa kerak. Ochib olamiz. Undan keyin mana bu yerga zaklopka bo'ladi ko'pchilikga. Mana ikkitasiga bolti bor ekan, bittasiga yo'q ekan ham. O'sha boltni ochib olgandan keyin o'sha chiqadi bu narsa. Mana boltni ochib olamiz mana shunaqa qilib. Bolt ochilgandan keyin qo'lni tiqib asta chiqarib olsa bo'ladi. Buni oynani tepaga ushlatib qo'yishingiz kerak. Oddiy maskochlarga atirga tiqib qo'yadi shunaqa qilib. Men tiqmadim, o'zi ham turdi-yu, tushib ketsa shunaqa qilish kerak. Mana chiqdi bu. Buni chiqarib olamiz. Mayli narsa bo'ladi. Men 4 ta eshikka ham qo'yganim uchun bu eshik ishlaganimni oldim keyin. Ikkovi bitta narsa mana motorlik bo'ladi. Buni teshigi sal boshqaroq, kengroq joydan bo'ladi. O'zi teshilgan bo'ladi. Nexialarniki. Buni tiqamiz mana shu yerdan salonliroq, keyinroq qilib endi buni o'rgatishga ham shart emas, hamma biladi. Tiqib mana shuni qilib simni tagidan chiqib turadi. Agar simmi kaltaroq bo'lsa, sim ulashingiz kerak bo'ladi. Men eski oldim, yangisi sal qimmatroq ekan. Zaklab kurotgan ham yangi oldim lekin. Endi zaklab kurotgan bilan mana shunday qilib qilamiz dedim, lekin zaklab kurotganim yangi, lekin ishlamay qoldi, bilmayman nimaga. Oldinga qildim, keyinga qildim, короче, ishlamadi bu. Bo'ldi endi tamom deb o'yladim, yo'q, ishlab ketdi. Keyin zaklabga qilib bo'ldik. Zaklabga qilib bo'lgandan keyin mana hammasi chotki bo'ldi. Bitta problema. Mana shuni o'tkarish esdan chiqib ketibdi. Oynaga o'tkarib, keyin qotirish kerak edi. Endi buni hech qanday qilib o'tkarib bo'lmaydi. Adashdik. Zaklopkani uzdim, yana qaytadan mana shuni o'tkarib olib, undan keyin mana zaklopkani qaytarib qilasiz. Keyin mana oynani ko'tarayotganini ishlatib ko'ramiz. Mana pramoy tokka ulaymiz. Ishlaydi, pastga tushiramiz. Keyin nabarot ulaymiz, mana tegiramiz, ko'taradi. Xuddi shundoq. Endi ulanishiga keladigan bo'lsak, ulanishi hozirgi rasmni screenshot qilib olasiz. Xuddi mana shu rasmni ulanishiga kelayotgan bo'lsak, mana chap oldi eshik deyilgan. Mana shu ikkitani etib pramoy motorchaga ulanadi. Chap oldi eshik, shopirdi eshigiga, shundan pramoy motorchaga boradi. Keyin mana bu chap orqa, o'ng oldi bular. Mana shundan mana buni orqa eshik deydik. Mana orqa eshigidan ikkitasini olib borib, mana bu ikkitaga ulanadi. Knopka deyilgan, knopkadan kelgan sim mana shu ikkitaga ulanadi. Keyin bu bo'ldi. Mana bu yerga bitta sim bor, bu kerak bo'lmadi menga mana bu sim. Undan keyin mana bu sim massa, mana bu chiquvchi plus, mana bu kiruvchi plus, mana bu zamokdan kelib kiradi plus sim. Zamokni ochgan vaqtingizga plus keladi, bu chiqib ketadi. Va knopkani bosganingizga ichki ertak knopkani bilan chiqib kelib mana bunga keladi. Shu knopkalarga hammasiga tarqalib keladi. 4 ta, 3 ta eshikka xuddi mana shunisiga ulanadi mana. Knopkadan kelgan plus. Undan keyin mana bu gabarit, svet yoqqan vaqtingizga o'xshamga knopkalar yo'naqtiradi-ku mana shu. Hammasi hamma gapini. Endi mana bu ikkovi bundan kelgan sim. Bu orqa eshik, oldi eshik, shu orqa eshikdan kelgan sim. Mana bu ikkita qizil. Mana bu knopkadan kelgan plus. Mana bu zelyonni mana bu sim. Mana massa mana shu. Kim bunisi gabarit, svet yoqqan vaqtingiz yonadi mana buni oldidagi kichkina svetchasi. Mana bu ikkita ikki chetdagi pramoy motorchaga ulab qo'yiladi. Oyna ko'tarayotgan motorchasiga. Xuddi shunaqa mana bunga bittasi menga kerak bo'lmadi, mana bunga bittasi. Bu nimaga bilmayman, kerak bo'lmadi, lekin zakon ishlabdi. Hozir ishlashini ham ko'rsataman. Bu tayyor bo'lgandan keyin mana shunday ishlash kerak mana. Mana shunday. Yana orqasi ham hozir sal ochdim.
mana shunaqa ishlaydi. Agar mana bu knopka bosib qo'ysak, ishlamaydi. Buni hamma biladi. Men ulaganimni ishlatib ko'rsataman. O'da mana shundoq. Obязательно zamoga bilan turish kerak. Zamoda o'chirib qo'ysak, ishlamaydi. Hozirgi chiqqan Nexia 3lar zamog o'chiq bo'lsa ham bitta mana shu knopka ishlaydi. Men shunaqa qilmoqchi edim. Unaqa qilib bo'lmay ekan. Yo hammasi ishlar ekan yoki hammasi ishlamay ekan. Xuddi mana shunaqa rezultat. Maniki sal o'zimga yoqqan svetka qilib afshkalarni ham qilganman. Shu yoqiga video bor. Kerak bo'lsa mana shu yerga chiqadi. Tepaga videoning tepasiga. Hammaga rahmat. Video balkim foydali bo'lgandir.